Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Salomatmisizlar, tuzumsizlar? Alloh rozi bo'lsin. Tabiblarni ko'p sizlarga tavsiya qilamiz. Tabib akalar, tabib opalar to'g'risida ko'p gapiramiz va eng asosiysi mana shu tabobat mutaxassislaridan manfaat topayotgan mana shularni giyohlardan, dorivor o'simliklardan tayyorlangan giyohlardan olib davolanib chiqqan bemorlarimiz, ya'ni sobiq bemor desak bo'ladi, tuzalgan bemorlar bilan ham suhbat qilib sizlarga tavsiya qilib turamiz. Nimagaki mana shunchalik mehnat bilan tayyorlangan damlamalarni natijasini haqiqiy guvohlardan so'rashlik bizning odatimiz, bilasizlar. Shuning uchun kitobamiz kelishgan ekan bugun Yoqubjon aka, tabib Yoqubjon akani oldilariga men aytishdi, mana shu bemordan ham so'rayman deysiz. Mana bemorlarimiz kelishdi, so'rab ko'ring deyishdi. Opajonlarimizdan so'raymiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizlar salomatmisizlar? Alhamdulillah. Hop, bitta aytasizlar, avval nima bilan og'rirdinglar va qachon bulardan davolanishni boshladinglar va qanaqa natijaga erishdinglar? Bizni kelinlarimizda gapiraveramizmi? Ha? Kelinlarimizda. Ha, kelinlaringizni. Kelinlarimiz davolatırdı. Nima kasallik? BPT, BS'ydi. Ha, Jigar, shunaqa har joyda yotardi. Beistab, bularni istab keldi. Bularni kelinlari, opamlarning kelinlari davolanib yaxshi bo'ldi. Bizni kelinlarga tavsiya qildilar. Biz ham olib ketdik. Allohga shukr, mana kelinlarimiz yaxshi. Qo'shnilarimizgacha Jigar top-toza, qoni top-toza chiqdi. oldin qanaqa edi? Oldin sariq, rosa mikrob ko'p ekan deb qo'mishoqda yotgan rosa. Hop, B'midi, C'midi? BS. Bizniki BS degan. B. Hop, qancha muddatda davolandi? 3-6 oy davolandilarmi? Anchada ichib yurdi o'l bashi. Dori bergan tabobat dorilarda ichirdi, rosa yaxshi. Zarpecha, 3 oyda o'tdi. O'shanda kelganimizda narsa qilib topshirsak, analizda bu boshqa kishiniki bu deyishdi. Bunaqa yosh o'ziniki adashdinglar deyishdi, boshqa deyishdi. Hozir Allohga shukr. To'g'rilagasizlar deydi. Shunaqa ham deyishdi. Allohga shukr yaxshi. Qilib kelsa qaynonasiman deb olib berib kelsa, o'zri ham o'ldan safar tuqqanda ham top-toza chiqdi. Hozir ham kecha ko'rsatsam ham top-toza chiqdi. Ular ehson qilyapti ularga. Tarafiasa qildi. Allohga shukr. So'zim bersam maylimi sizga? Siz qaydansiz, kimsiz? Men Uchrayon, Fazavot. Tazavatdanman, Gumbaz mahalladanman. Biz qo'shnilarimiz ham shulardan ko'p tavobatlar. Alloh qavul. 4-brigada bizniki Dashkol edi. Dashkol. Ha, elida ham o'shalarga ham tavsiya qildi. Allohga shukr rosa ham yaxshi. Akbari va sohibi Rizayeva Muhabbatxon. Hech qachon masalan o'ylamaymiz, bu ataylab chaqirib kelingan odam. Yo'q, biz hozir ashul mediasiga keldik qizimiz ana. Hozir kelib qolibsiz, biz nasib beribdi xolos. Ayollarlar shu. Allohga shukr. Maqsad sizlarni bu qizni nimaga olib keldik? Ashul mediasiga olib keldik, biz to'g'ri kelib qoldik hozir. Biz bekittirdik. Pastdan sho'ponda kelamiz ko'mlaga, mashinaga. Chunki bizda psoriaz bilan boyaginda video qilib ketdim. Ataylab ko'rsatib ketdim. Biz bir tanish ayolni kelinlari psoriaz bo'lgan ekan. Nima qilaylik deb rasmini jo'natishdi. Yoqubjon akaga tavsiya qildik. Yaxshi. Malhamdan bergan ekanlar. Bir haftada o'sha psoriaz, mana chekkan oydagi boshdagi psoriaz yo'qoldi. Men hali kelinimiz singlisi Shahnoza. Mashina oqarib qolgan, mashina pesga o'xshab. Dori biddilar, yo'qolib ketdi. Yo'qolib ketdimi? Ha, yo'qolib ketdi. Alloh ajrlarini bersin. Ha, yo'q, doktorlarga Alloh komil shifo bergan bo'lsin. Rahmat, rozi bo'lganinglarga. Chunki Alloh rozi bo'lsin onamizdan. doktor hammasi men zo'rman deyaveradi. Ha. Buni tabibni, doktorni zo'rligini bemorlardan tuzalgan bemorlardan so'rab bilamizda. Ular yoqsa ham yaxshilar narsa qilmaylar hamda, elga bekorga ham ko'ngil uchun hammasi yo'q. Ko'nglimiz uchun bekorga ham berib yuboramiz. Maslahatlari ham yaxshi-da, rozi bo'lasiz gaplarga. Tifalda so'g'dirilib ketdi. Chanadamiz tifalda so'g'dirilib ketdi. Yo'qtira sulxo'jini rosa chiltirab ketgan. Hech ko'rdan davolandilar. Bular g'oz yog'i bilan qanaqadir malham dorilarni berdi. Shu g'oz yog'ingiz yana bir ko'rsatib. Singilni o'shanda tuzatdi omalar katta. Katta xotindilar singillar. Har bitta efirimizda ham aytib qo'yishimiz kerak. Mana shu qo'yganda rosa yaxshi ekan. g'oz yog'ini tarkibida juda ham yaxshi elementlar bilan tayyorlangan, kuygan, bitmagan yaralarga juda ham katta foydasi bor.
uyinglarda aptechkada birinchi yordam uchun doim mana shundan Shukr. ikkita tashlab qo'yinglar. Alloh rozi bo'lsin. Arzimagan bu nima bilan bo'ladi bu? Narxi nechi pul aka? 60 ming. 60 ming so'm. Shuni tashlab qo'ysani bir falokat bilib bo'lmaydi-da. Barmoq kuyib qoladi yo ozroq ketadi. ozroqda sakın Agar 50 ming, 40 ming ham endi bu bir yo'qlarga bitta ikkita sovukkan beramiz. Mana shuni hisobga Biz ozdan bergansiz. Buni nafaqat qo'yganga bu, gemoroy, o'sganga o'sib qo'yilgan, kesilgan joylar, yaralar, hatto qulog'i og'rigan odamga tuz so'kasi ham foydasi. Suyuni mikroz uchun tuz oldida mashina juda tuz Shuning uchun azizlar mana shundan Shuni uyinglarda beraldi, saqlab qo'yinglar. doim. Biz ziyoni yo'q, hech qanaqa ziyon qilgan narsa emas. Biz bilan tasaddufen keldi o'zi. Mana qizimga bola keldi. Istab bostab keldi u yana. Buni haqiqatda rahmat noma aytdim o'zim. Bese kelinim 2 marta qo'lini mashinada chiqdi. Doktori ana so'z bergan, o berib kesatdiki, sizlar pulga to'g'irlab kelgansizlar. Buning mumkin emas dedi. Isham shunchalik ko'rib qarab yo'qolishi mumkin dedi. Ish qilib hozir yaxshilab. Hozir yaxshi zo'r o'zi. Necha oy yurishibdi tilim bilan. Parhezga amal qilib yursinlar. Parhez qiladi. Parhezga amal qilish kerak. Shunaqa qilish kerak. Salomat bo'linglar. Ikkala safar ham yaxshi. Harakat Siz qilinglar. vakiliz, siz Rahmat opajon. Alloh rozi bo'lsin. Sizlarni ham ishingizga rivoz bersin. Maqsad yo'qqa chiqsin. Hey, oxir niyatlaylar, maqsad yo'qqa chiqsin. Faraz tasavvur bo'lmay chachaman, everalarni ko'ring. Parvardigor hajriga qayta bir zamzam suv oxiratda kavsar suv ichishni siqsin. Sizlarga Alloh hammaga qanday kasal bo'lmaylar. Hamisha boshqa qilmay davolab yuraversinlar. Hech ham kasal bo'lmaysin. Tasodifan hozir man uni olib kelgandim. Biz tasodifan Biz kelib ham bo'ldi. tuzalsa ko'rsatamiz. Inshaalloh, ha, tuzalsa yaxshi bo'ladi.